Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bizda 2-3 kunlik MBT berolmay qoldik. Chunki kirish entry zonalar, signallar oz bo'ldi. Hozir mana bugun ko'payib ketdi. Hozir juda ham ko'p silklarimiz ochiq. Xo'sh, biz to'xtagan joyga o'tsak, bizda aynan shu joyda M5 da berilgan edi. Keyin hozir buni javoblarini ko'ramiz. Bu yerda USD kanalda sell stop tipi shunaqa narsalar berilibdi. Xo'sh, ko'ramiz. Tahlilni davom ettiramiz. Xo'p, 300 pips bu avvalgi save buy berilgan ekan tepada. Berdi. Aha, mana. Gold buy zona. Xo'p, 649 da berilgan ekan. O'sha ozgina vaqt o'tib, o'sha mana uchib ketibdi. 300 pips. Oho. Like bosib qo'yamiz. 500 pipsgacha ko'tarilibdi-yu. USD kanalda sell yapti. Xo'p, GPP USD zonada harakat qilib berdi, lekin biz Короче, bu yerda nima bo'lgan? Обратный signalgacha tushamiz degan. Mana masalan sizlarga berilgan buy zona. Bu yerda buy zona berilyapti. GPP USD da M5 zonada buy, ya'ni zangor zonada entry qilamiz. Shu yerda ham entry qila olamiz deganidek, mana bundan keyingi analiz xuddi shu mana buy zonamiz va bizda yaxshi ko'tarib bergan. Bizda mana shu joyda turganda уже yopamiz, обратный signal chiqdi deyilgan bu yerda. Xo'p, bu yerda audio SD buy berilgan M15 da va stopimiz 1/1 yurib berdi-da, u mana. Bu yerda ham yaxshi yurib beribdi. Xo'p, euro outsell stop loss buni yaxshi eslayman. Bunda yaxshigina stop yedik. 1/1 yurdi, yurmadi. Juda qiynaldi. H1 dedi, GPP'mizda stop. Xo'p, sell 705 gacha. Xo'p, 100 pips oqibdi. Mana rasmlari 705 gacha stop, u 7 gacha chiqibdi. Mana shu entrylarimiz bor ekan. Hop. Stop. Yaxshi 200 pips yurib beribdi, 350 pips. Bu yerda 4680 buy zona, 72 stop volatiliz balat newslar ko'p, minimum risk. To'ppa-to'g'ri. Mana volatiliz balatida stop yedik. Lekin men pastdan qo'shib borganman. Bu yerda qaytib ketgan stop turib. Audio SD silkanni foydada yopamiz. Обратно sell, ya'ni bu foydada turganda, o'sha qanchalar turgandan keyin deyilgan. Ya'ni masalan audio SD ochadigan bo'lsak, bizda nimaga обратно signallarni yopamiz deyishning sababi bor. Sizlarga shuni tushuntirib beraman. Bizda birinchi trend liniya bor edi. H4da juda ham zo'r yurib berdi. Buzib ketdi. Biz entry zonamiz xuddi shu joyda edi. Mana stopimiz xuddi shu joyda mashaqaga tushib ketdi. Bu yerda qo'shganlar ham bor, chunki bizda aytilgan, bu avvalgi videomda ko'rgan bo'lsanglar, retestga kiramiz. Kirildi. Обратный signal bor deyildi. Sell ochildi. Ketdi. Bu yerda yana buy deyildi. Ketdi. Hozir yana buy silkamizni ochgan, katta H4da buzgan. Bu yerda mana juda ham chiroyli H4da buzib berdi. Biz entry zonamiz bu yerda retest bo'lyapti. Shu yerda qo'shilib olsa, stopimiz bizniki agressiv. Xohlaganlar bu yerga ham qo'ysa, eng yaxshisi shu yer hisoblanadi. Biz juda ham katta ish kutyapmiz. Примерно shu yergacha. Xo'p. Ko'ramiz. Bundan keyingilari 200 pips Ethereum 1/1 yurib berdi. Ethereum sell berilibdi. O'tkazib olibman. Qani Ethereum? Mana o'tkazib olibman. Ethereum sell berildi. Bizda xo'sh. Ethereum bizda sell berilgan joyimiz xuddi shu joy bo'ldi. Hozir mana 1-2 ham deyarli yurib bo'ldi. Kutamiz. Bu yerda katta yurish kutyapmiz. Ya'ni biz H1da qilingan analiz edi. Bu yerda oddiy. E'tiborli bo'lsak, bu yerda trend liniya bo'lgan, trend liniyani buzgan, oqqan va biza aynan biz xohlagan joyga kelmagan. Va nima qilgan bizga, ya'ni xuddi retest. Bu yerda katta ko'rinadi, lekin bu ham retest hisoblanadi. Shuning uchun biz entry zonamiz, stopimiz juda ham kichkina bo'ldi. Bu zonada buzolmaydi deb kutib, mana entry qildik. Kecha juda ham tez oqib berdi va hozirgina mana oqib ketdi. Kutamiz. Bizni bitib qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Sev qiladiganlar. Bu yerda ketyapmiz, bu yerda kutamiz. Bu yerda H1, H4
Shu liniyani yopib bersa, ya'ni 2015 dollar har bitta ETHga to'g'ri kelib shu yerdan pastlab bo'lsa, yana ushlab tursak bo'ladi 1892 gacha. Xo'sh, yana nima? Gold sale. Hozirlar gold sale berildi. Yo, hozirlamas ekan. Qancha bo'pti? Xo'p. AUDST o'tdi. Xo'sh, yana biza nima? Sell zona 71 gacha bu yerda tuketdik. GPP'da stop yeyapmiz. Bizda 2 haftalik sell-kanalımızdan kelgan foyda, ya'ni nima bu? Bu yerda ochilgan soni ham emas, unaqa hech qanaqa hisoblanmaydi. Prosta ochilganda yaxshi foydaga chiqqan stop kam yeyilgan. Deyarli stop yemadik. AUDSDda hozirda aytib ketganimizdek 59% foyda menda. Men o'zim selka ochganlarim. Tillada 16%. Endi hisoblab ko'ramiz. Masalan, 59% nima degani? Siz investitsiya qildingiz $1000, $1000 ga 59%, $590 hisoblanadi. Tillaga 16%, ya'ni $160. Shunaqa hamma o'zini riskiga qarab hisoblab olsa bo'laveradi. Xo'sh, ETH USD 1 ga 2 yurib berdi, to'g'ri. Mana yurib berdi. Xo'p, bizda mana hozirlar live trade desa ham bo'laveradi. Bu yerda tilla sell berilgan. Tillamiz qani? Masalan, mana shu yerda mana selllarimiz bor. S&P 500, US 500. Hop. US 500 bo'lmas ekan. US 500 sell qilib ko'rinmayapti-yu. IC marketdamdiki. Yo'qotib qo'yibman. Capital dedi-yu meniki. Chiqdi. Xo'sh, bizda US 500 sell berilgan 6610. Ya'ni sell 6610. Xuddi shu joyda berildi. 6610 H1 da berilgan. Xo'p, H1 trade 6630 stop dedi. 6630 stop. Stopimiz oldidan qaytdi. Biz ishimiz bu full zonada, safe zonaga keldi. Hozir shu holatda 1 ga 1.5 yurib beribdi. Biz buni primerna mana shu joyda yarmini yopamiz, ya'ni necha bo'ladi bu? 1 ga 7 ekan. 1 ga 7 da hammasini yoparsa ham bo'laveradi. Xohlaganlar mana shu 1 ga 14 da ham tushsa bo'ladi aka. 1 ga 14, 1 ga 3. Ya'ni safe zonalarimiz xuddi shu joylarda. Xo'sh, mana hozir uzun foydada o'tiribmiz, 1 ga 1.5 foydada safe zonada turibdi. Tilla ham oqibdi, tillada ham stelkalarimiz turibdi. Xo'sh. Yaxshi. Xo'p. Nima bo'lyapti bu yerda? S&P 500 ko'rdinglar. 36 ga 30 dan emas, 36 ga qo'yamiz deyildi, chunki srazu 36 adashib ketibman. 36 deydi. O'zi 30 da ham stop yemadi. Endi spread borligi sababli. Agar 30 da bo'lganda spreadimizni ko'pchiligimiz olib ketardi. Shuning uchun safe zona 36 deyildi. Xo'p. US Tech ko'ramiz. Mana US Tech'imiz, ya'ni US Tech'imiz mana Nasdaq 100. Bizda entry zona berildi. Entry zonamiz, stopimiz xuddi shu joyda. Necha ekan bu? 65. To'ppa-to'g'ri. Mana stopimiz Nasdaq 63. Xo'p, bu yerda ham kutamiz, 1 ga 1 yurib berdi, deyarli. Ozgina sabr qilsa 1 ga 1 yurib beradi va safe zonaga kiradi va bemalol shu joylargacha ushlasanglar bo'laveradi. ZUSD, AUDSDlar buy berildi. Xo'sh. Xo'sh, 400 pips tillada bizda sell berilganida 70-80. Hozir ko'ramiz. Xo'sh, bu analizimiz ko'proq nimada berilgan? Ketyapti-yu. Bizni gold sell zonamiz. Xo'p. Ya'ni 246 da 70 ga 70 bilan 80 sell zona deb berilgan. Hisoblaymiz hozir. 246
246, 46, ya'ni 246. Qani 246? Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, mana SMS tashalgan joy 60 ta. Ya'ni xuddi shu joyda bizda signal berilgan, ya'ni 70 dan 80 gachasi. Bizniki qayergacha chiqdi? 80 gacha chiqdi. 80 da entry bo'ldi va biz quladik. Oho! Necha pips ekan bu, hisoblaylik. 80 dan 50 punkt bo'pti. Juda ham go'zal. Go'zal. Yaxshi ishlab beribdi bugun, zo'r. Ssilkalarni save qilib olamiz. Menda internet ishlamay qoldi-yu. Senda hammi? İnternetimiz ishlamay qoldimi? Ishlayapti-yu. Ishlab ketdi, bo'ldi, zo'r. Juda ham zo'r. Save qilinibdi. Xo'p. Bizda yana nima bor? Goldfield NZUSD #1 byte. NZUSDda hozir bayimiz bor. U bayimiz bu yerda. Ya'ni qayerda? Bizda mana NZUSD bizda biroz kichaytiraylik ekranni. Bo'ldi, ana, endi chiqdi mana. Xo'p, bizda NZUSD buy berildi, chunki bizda trend liniyani buzib berdi. Ya'ni yaxshigina candle hisoblab hozir buy berildi, stopimiz shu yerda. Hozir endi primerni shu yerda, ya'ni bir marta atkat olib yoki mashaqaga ketib, tushayotgan zonamiz birinchisi bu yer, ikkinchisi bu yer. Xo'sh, keyin AUDSD shunaqa gaplar. Bizda zilkalarimiz ketyapti. Bu yerda bizda neftda ham zilkamiz bor, lekin bu kanalga tashlanmadi, chunki bunda risk balat edi. Risk balat, keyingicha nima desa bo'ladi? Bu ideya boshqasidan olingan ideya. Shuning uchun kanalga tashlanmadi. Boshqasidan olingan zilkalarni birovga tashlamaymiz. Asosan o'zimizni ideyalar bilan ishlaymiz. Va tilla ham mana H1 da buzibdi, oqyapti ekan, juda ham zo'r. H4ga. Hop, yaqinlashtiramiz. Bir katta candle bersam, ha? Impulsivlik yop bersa da. Ya'ni sell ochib turish, zilka ochsa bo'laveradi. H4ga kurbi yetganlar stop shu yerga qo'yadi primerda. Chunki bu yerda juda katta rastoyani. Rastoyanamiz hop, hozir hisoblaymiz. 2000 punktli harakat, lekin bu katta o'qish qilib beradigan kutyapmiz. Hop. Bu yerda AUDSD H4 buzyapti. Bu yerda USD Kanada. Bu ham sell berilmadi, chunki bu ham boshqasidan olingan ideya. Boshqasidan olingan ideyalarni tashlamaymiz. USDCF bu yerda ham bo'ldi. Shuna. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.